Yashirin iqtisodiyot bu nafaqat soliqdan yashirinish, rasman ro'yxatdan o'tmagan holda faoliyat yuritish, balki ishchi kuchini ham mehnat shartnomasisiz ishlatishdir. Shunday bo'lishiga qaramay, bugun yashirin iqtisodiyotga yo'l qo'yayotgan tadbirkorlik subyektlarini yo'q deb bo'lmaydi. Namanganda o'tkazilgan targ'ibot tadbirida ana shunday holatlar aniqlandi. Yangi Namangan tumanidagi mana bu umumiy ovqatlanish shoxobchasi rahbariga ham ishchilarni ayrimlarini qonuniy faoliyatini tashkil etmaganligi va nazorat kassa mashinasidagi kamchiliklar bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Hozir 3-4 ta rasmiylashtirilmagan ishlarimiz bor. Yollanma ular masalan bir kunga kelgan yollanma ishlarimiz bor. Sinov muddatida ishlab turgan. Sinovdan o'tib, biz ishimiz ularga yoqsa, ularning ishi bizga yoqsa, rasmiylashtirib ishga kiritamiz. Tushuntirish berishdi, kamchiliklar bo'lsa bartaraf qilib, o'sha choralarni ko'ringlar deyishdi. Nima kamchiligimiz to'g'rilab qo'yamiz. Tumanning Go'zal dahasida joylashgan umumiy ovqatlanish shoxobchasida o'tkazilgan sayyor soliq tekshiruvida shoxobcha sotuvchisi tomonidan xaridorga 45 ming so'mga onlayn nazorat kassa mashinasi cheki berilmaganligi, kunlik savdodan tushgan 1,297 ming so'm naqd savdo pullarini onlayn nazorat kassa mashinasiga kirim qilmaganligi hamda 4 nafar norasmiy ishchilarni konvert usulida ishlatayotganligi aniqlandi. Soliq xodimlari kelib, bugungi bizning faoliyatimizni o'rganishdi, kamchiliklar bilan tanishdi. Biz kamchiliklarni tushunib, ko'rib, o'rganib oldik, bartaraf qilamiz. Bugungi kunda Namangan viloyatida 744 ta umumiy ovqatlanish subyektlari mavjud bo'lib, ulardagi onlayn nazorat kassa texnikasi 915 dan tashkil qiladi. Ushbu subyektlar tomonidan yil boshidan 758.500 dona onlayn nazorat kassa mashinasi cheklari orqali jami 104 milliard so'm savdo tushumlari kirim qilinishi ta'minlandi. Profilaktik va nazorat tadbirlari o'tkazilishiga qaramasdan, savdo qoidasini buzib faoliyat ko'rsatib kelayotgan bir qator umumiy ovqatlanish subyektlari ham mavjud. Jumladan joriy yilning o'tgan davrida umumiy ovqatlanish subyektlarida jami 97 marotaba sayyor soliq tekshiruvlari o'tkazilishi ta'minlandi. Umida Qo'shoqova, Zamon informatsion dasturi uchun Namangandan.